Qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'lingni qara kirligini, ustingni qaragin, changligini. Qanaqa qiz bo'lding o'zi? Uyga kirib, akkuratni o'tirsang bo'lmaydimi? Sen nima qilsan bu yerda? Bor uyingga. Kir uyga bor tez. Kir. Assalomu alaykum adajon, siz yaxshi keldingizmi? E'zoza qachongacha orqangdan yig'ishtirib yuraman? Ertalab yig'ishtirib ketganman shu yerda. Kop-katta qiz bo'lib qolding. Qarashmaysanmi qiz bo'lib? Ovqating qanchada pishib qoladi onasi? Hozir 5 minutda pishadi adajon. Choy poy ichib turing. Hop. Adajon, Ha qizim, gapir. ko'chaga o'ynagan chiqsam bo'ladimi? Oyi, hamma munchoqlarimni yig'ishtirib bo'ldim. Chiqsang qiz bolaga o'xshab chiroyli o'ynagan, har kuni kiyimingni yuvib beradigan xizmatkoring emasmi? Bo'lmasam o'zing yuv. Bo'pti, baraqa qizim. Ro'shan aka! Ro'shan aka! Tinchlikmi? Nima boqmoq qilyapsan? Aka, anta qizingizni mashina urib oldi, tezroq chiqing. Nima deyapsan? Marras nima qilding? Qizim, qizim yaxshimisan? Qizim, ko'zingni och qizim. Qizim, Aka, men bilib turib qilganim yo'q. nima qilding? Marras nima qilding? Aka, o'z yo'limdan chiqib qoldi, rostdan aka. Men olamadim. Qizim. O'rtoq, kuni bilan o'tirib charchadik. Keldi-ketdi men qarab turaman. Borib dam olib ol. Men ham to'g'ran ichkari yo'q. Muqaddas. Muqaddas. Xotining ichkarida bo'lsa kerak. Bera qol menga tog'orani. Kiyimlaring dazmol qilib qo'yganman. Oppoq kiyimlarda yurasan endi. Onasi. Ha? Voy, adasi, keldingizmi ishdan? Qarang, E'zozani kiyimini dazmollab qo'ydim. Ko'chada qizlar bilan o'ynab yuruvdi. Chaqiring, kir kiyimlarda yurmasin. Kelsin uyga. Ushmayman endi hech qachon.